ertalabdan ishga kelganda mana bunaqa korobkada narsa jo'natishib yuborsa, nima ekan bu qiziqdim. Ochib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ahmad aka. Qachon kelishgan ma'qul? Hozir farq ketmayapti. Qanday farq? Farq qanchada? Ikkalangiz kecha borsam qarorni boshqarib yuborgan. Ko'rnarsa. Bunaqa endi ishga ketib o'tirgan. Qo'yib. Ha? Devorga qo'yilgan narsa ekanda. Atan kimni belgilab Deb aka boradilar. Instagramga podpiska bo'lgan Svarchik. O'sha okaga bir 2-3 kun oldin yozgan edim mana shu narsani. Jo'natib olibdilar menga. Rahmat. Okani profillarini atmetga qilib ketaman, esli uchun mabodo. Aloqaga chiqasizlar. Svarchik ekanlar. Bomba. Rahmat. Boyaga olib kelingan narsa. Ashcha qo'yib qo'ydim, bitta joy topa olmadim. Sumka qo'ysa bo'lar ekan, yana bitta shlemim qo'yib qo'ydim, tepaga shlem. Hammaga kalit bir vaqt qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Brat, rozi bo'ling. Rahmat, chotki.